Assalomu alaykum. Men Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat universiteti Urgut filiali talabasi Po'lat va Noilaman. Bugun biz jamoada o'quvchilarni o'rtoqlik va do'stlik hissida tarbiyalash mavzusini o'rganamiz. Bu mavzu bo'yicha 3 ta rejani ko'rib chiqamiz. Do'stlik ijobiy fazilatlar gavhari. Mutafakkirlar ijodida do'stlik rishtalari. O'quvchilarni birodarlik, hamdardlik ruhida tarbiyalash. Do'stlik bu inson axloqining bebaho go'zalligi, ijobiy fazilatlar gavhari. Insondagi barcha go'zal fazilatlar bir marvarid shodasi bo'lsa, uning dur gavhari chin insoniy muhabbatga asoslangan do'stlikdir. Do'stlik tufayli xonadonimiz obod, dunyoda tinchlik va dasturxonimizda to'kinlik hukmron. Shuning uchun ham dono kishilar hamma jamiyatda ham do'stlikni ulug'lab, qadrlab kelganlar va odamlarni do'st bo'lib yashashga, ko'proq do'st orttirishga undaganlar. Do'stlik insonning kuchiga kuch, qudratiga qudrat qo'shadigan, kishini baxtli qiladigan, hayotini bezaydigan eng muhim omillardandir. Xalqimiz o'rtasida do'stlik munosabatlariga bag'ishlab juda ko'p hikmatli so'zlar yaratilganki, ular orqali do'stlikning kishi hayotida tutgan o'rni ifoda etilgan. Jumladan, qora kuningda do'sting yaraydi. Do'st achitib, dushman kuldirib gapirar. Do'stlik birodarlikning eng yaxshi xislatlaridan biri kishilarga mehr shafqatli bo'lishni anglatadi. Masalan, bir sinfda o'qiydigan o'rtoqlarimizdan biri betob bo'lib qoldi yoki xonadonida biror ko'ngilsizlik ro'y berdi deylik. Shunday paytda darhol hol ahvol so'rab, dardiga malham bo'lsak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Buning natijasida kishilar o'rtasida yaqinlik, mehr oqibat ortib boradi. Do'stlikni tor ma'noda, ya'ni ikki kishi o'rtasidagi aloqadangina iborat deb tushunmaslik darkor. Do'stlik tushunchasi ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, million kishilarning ahli yashashi, iqtisodiy, siyosiy va madaniy sohalardan hamjihatligi bildiradi. Hozir ham bunday, avval ham yer kurrasi xalqlari o'rtasidagi baynalmilal do'stlik jahon ahamiyatiga ega bo'lgan. Bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, do'stlik avval ikki kishi o'rtasida boshlanib, ko'payib, kengayib boradi va ijtimoiy tus oladi. Do'st orttirish hamma yoshda ham zarur, lekin yoshlikda boshlangan do'stlikning ildizi juda chuqur va mustahkam bo'ladi. Shuning uchun ham yoshlarimiz iloji boricha ko'proq do'st orttirishlari va bir-birlari bilan ahil yashamoqlari kerak. Do'stlik shirin suxandonlikdan boshlanadi va xushmuomalalik, ochiq ko'ngillilik, mehr-sadoqat bilan mustahkamlanib boradi. Ota-bobolarimiz do'stlikni yuqori darajada qadrlashgan. Do'sti yo'q odamni qurigan daraxtga, jisman mavjud bo'lsa ham qalbini o'lik murdaga o'xshatishgan. Do'sti ko'p odamlarni hurmat qilishgan. Do'st orttirish uchun mehnat qilish, birovlarning yukini ko'tarib, mushkulini oson qilish kerakligini uqtirishgan. Abu Ali ibn Sinoning fikricha, insonda axloqiy sifatlarning kamol topishida yaxshi xushtabiat, ilmli do'st katta o'rin tutadi. Yaxshi do'st ojizdir, deydi olim. Unda kishining butun yaxshi yoki yomon tomonlari aks etadi.
Yaxshi do'st o'z vaqtida o'rtog'ining yomon qiliqlarini ko'rsatadi. O'zining maslahati va xulq-odobi bilan ularni bartaraf etishga yordam beradi. Ibn Sino do'stlikning 3 xil ko'rinishini aytib o'tgan. Birinchisi haqiqiy do'stlik. Bunda do'stlar har qanday sharoitda, jumladan hayotda yuz bergan eng og'ir damlarda ham birga bo'ladilar. Ikkinchisi boylik, amal daraja tufayli bog'langan do'stlik. Uchinchisi yagona maqsad va g'oyaviy birlik asosidagi do'stlik. Bularning birinchi va uchinchisi mustahkam, haqiqiy, buzilmas. Ikkinchisi esa muvaffaq va mustahkam bo'lmagan soxta do'stlik ekanini ta'kidlaydi. Alisher Navoiy do'stlik, rostgo'ylik, o'rtoqlik madhini baralla kuylagan va shu g'oyani rivojlantirishga hissa qo'shgan. U Farhod bilan Shopur, Majnun bilan Nafal, Shirin bilan Mehribonu obrazlarini yaratib, ana shu obrazlar timsolida kishi kishiga do'st, birodar bo'lishi haqidagi azaliy orzularini benazir madh etgan. Inson va uning qadr-qimmati Navoiy ijodida markaziy o'rinni egallaydi. Navoiy insonlarni milliy, irqiy va diniy e'tiqodlaridan qat'iy nazar bir-birlari bilan inoq yashashga da'vat etadi. Navoiy do'stlikni ulug'laydi. Shu bilan birga soxta g'araz bilan do'st bo'luvchi kishilarni qoralaydi. Haqiqiy do'st kishining og'ir, alamli, dardli kunlarida hamdard bo'ladi. Do'stlikning eng muhim va asosiy sharti vafodir, deydi shoir. Boburnamada ham do'stlashish, uni e'zozlash haqida yoshlarga ibrat bo'larli nasihatlar jamlangan. Chunonchi do'stga hamisha e'tiborli bo'lish, ziyoratga borish, yaxshi yomon kuniga hamdardlik qilish, do'sti ko'p kishining ayblari sir tutilishi, fazilatlari ko'payishi, yangi do'st topganda eskisidan yuz o'girmaslik va boshqalar uqtiriladi. Do'stlik guldan nozik, po'latdan qattiq, dovuldan kuchli deyishadi. Do'stlik o'zaro munosabatda samimiylikni, ziyraklikni, rostgo'ylikni, to'g'rilikni talab etadi. Rivoyat: qadim zamonlarda bir mamlakatda ikki qalin va inoq do'st bo'lgan ekan. Ular zamona zayli bilan bir-birlaridan ajralishib, bir necha yillardan so'ng yana uchrashib qolibdilar. Ulardan biri juda boyib ketgan, ikkinchisi esa faqir holda ekan. Faqiri qadrdon do'sti bilan chin dildan suhbatlashmoqchi bo'libdi. Badavlati esa do'stini tanimay, kekkaygan holda undan "Sen kimsan va nima uchun mening huzurimga kelding?" deb so'rabdi. Shunda faqir unga "Men sening qadrdon do'stingman. Seni ko'r qilib qo'yibdi deb eshitdim. Shuning uchun seni ko'rgani kelgandim" degan ekan. Bir donodan so'rashdi: "Do'stlik ramzi nima?" Dono keksa aytdi: "Do'stlik ramzi dilkash va yelkadosh bo'lmoq. Ammo yana uning 3 sharti bor. Birinchisi do'stlikni avaylamoq, ikkinchisi uni ziyon zahmatdan saqlamoq, uchinchisi yaxshi yomon kunda hamdard bo'lmoq." Do'stlik fazilatini bilganlar turmush ziynatini topadilar. Har bir kishi o'zining qayg'usi yoki shodligini ko'ngil tortar do'stiga aytib, yuragini yozgisi keladi. Do'st o'zining yupatuvchi so'zlari, oqil maslahatlari bilan do'stining dardini yengillashtiradi, shodligidan quvonadi. Odamlar o'rtasida do'stlik ko'pincha ochiq ko'ngillilik, to'g'rilik, maqsad birligi va ana shu yagona maqsadga sodiqlik asosida mustahkamlanib
kelgan. Shunday qilib, hayot tajribalari do'stlikni mustahkamlovchi quyidagi omillarni vujudga keltiradi. Birinchisi o'zaro hurmat va ishonch. Ikkinchisi do'stga sodiqlik. Uchinchisi zarur paytda bir-biridan moddiy va ma'naviy yordamini ayamaslik. To'rtinchisi kamchiligi yotig'i bilan o'ziga aytib tuzatish. Beshinchisi do'st sirini saqlay olish. Oltinchisi do'stning shodligidan quvonish, tashvishiga sherik bo'lish. Yettinchisi maqsad birligi. Sakkizinchisi o'zaro hurmatda samimiylik, ziyraklik, rostgo'ylik, to'g'rilik. To'qqizinchisi bir-birini yurakdan quvontirishga intilish. E'tiboringiz uchun rahmat.